Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Nadir kitoblardan barakat va muvaffaqiyatlar topgan bir kitob bir alam programmasi davomli qo'zg'aladi bo'ladi. Ozodlik urushi elimizning ichki inqilob urush mezgilidagi ta'sir kuchini aytdi zo'r, g'oyat zo'r tarixiy ahamiyatga va burilish nuqtaga ega bo'lgan vaqalarning biri bo'lib, u xalqning issiq qini va hayotiy badaliga yozilgan tarixdir. Bugungi programmamizda Ozodlik urushi nomli bu 6 tomlik kitob haqida to'xtalamiz. Bugungi suhbatimiz albatta ikki aziz mehmon bilan birga bo'ladi. Tövəndə mən mehmonlarni ko'rman do'stlar tanıştırıb etək. Abdunum rayonluq Axbarat Nəşriyyat İdarəsi O'qish Təkşiriş İşxanasının sobiq müdiri Ali Muharrir Ablat Nurdin aka. Şinjan Güzel Sanat Fotosurat Nəşriyyatı Uyğur Tahrir bölümünün müdiri Turguncan Tuniyaz efendi. Ablatga biz bilimiz azadlık urushi 2. Dünya urushi partlagandan keyingi Osiyo quruqligidagi eng cho'ng bo'lgan ichki urushlarning biri. Bu urush dunyoning siyosiy vaziyatiga va kuch selishtirmasiga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatgan va dunyoning kuch selishtirmasini o'zgartirayotgan. Bu urushni biz yana emgash xalqninki ko'rishininki bir shalliq bir namoyandasi deb qaray olamiz. Unda siz shu azadlık urushi nomli kitobninki asos tarjimani bilish tutdingiz bilan albatta mush kitobninki tarixiy chilligi ilmiy qiymat haqida siz ko'p izlandingiz. Mush xususda ko'rman do'stlarimizga biroz izlanishlaringizni bayon qilib bersangiz qanday? Ozodlik urush bu 1945-yil 6-oydan 1950-yil 6-oygacha bo'lgan 5 yillik urush tarixi obyektiv va tarixiy arxiv materiallar ve tarihşünaslar, tədqiqatçılardan uzun müddətlik tirişçilik asasında yazıb çıxılған ədəbi üslubuna küçük bolğan bir kitab. Bu kitabın avtoru Wang Shuzun məmləkət boyunca danlıq tarix əsərlərini yazıb şöhrət qazanğan. Onun Uzun Səfər, Çavuşan uruşu və muşu kitabı dövlət dərəcəli mükafatqa, Azadlık Armiya tərəfindən ali mükafatqa və 5'li 1 quruluş mükafatına erişkən. Şuna bu əsər uda 10 qatım qayta nəşr qılınğan. Bununla biz bu kitabın ilmi qiymeti, çilligi və ədəbi cəhətdən yuqurluğunu düşünələrimiz. Alaylıq bu kitabda dəbdəbilik sübət sözləri yox. Mavzudun Cangışı qatarlıqlarının bayan qaldımı təbii halda hər qandaq icabi tərəfdəki məsələn Kompartiya tərəfdəki generallarının ya ki Gomindan qoşununun generallarının bayan qandı bolsa ularının eyni vaxtki zaman makan meydan turub qandaq oynanğanlığını Mərkəzi Komitet, Mərkəzi Hərbi İşlər Komitetinin hər qaysı azad rayonlardakı generallar əvətkən teleqramları bəzi vaxtda şu yerdə can qılıbatqan ali kumandanlarının küzüşü bilən yerlikinin şu vaxtki şəraitə uyğun kəmigəndə bunlar qayta əmri əhvalğa əsasən Mərkəzi Komitetinin, Hərbi İşlər Komitetinin dəstəkli planını özgərtişkə təklifləgən təklifləri özrə eynin nurgun arxiv materiallar, özrə telegramlar, hətta Mavzun bilen Cangıcı'nın Mavzun'u Çungçun'a söhbət təklifən vaxtıda özrə əvətkən telegram bular. Öz bəti bayan qılınğan. Bu kitapta tarixi şəxslərinin eyni vaxtdakı obyektiv rolü tarixi hürmət qilish, partiyamızın həqiqətini, əməliyyatını izləş, muşu prinsip boyunca obyektiv bayan qılınğan. Alaylıq, limbiyo. Bunun tarihi muş kitapta azadlık uruş devrdeki birinci kıtımlık uruş. Yani Liaoning Xinjiang uruşudaki rəhbərlik, talanti, kattiligi, iğir besikiligi ve cangdaki talanti obyektiv bayan kılınğan,
Onundan başka Gomindan generallarının mı? Gerçi Gungcandang rəhbərligi xalq ammasıga qarşı durğan bolsunmu? Aynı vaxtdagi tarix töküsü. Mesela Şimalgız uruşidagi töküleri. Yapın baskıcı qarşı uruş davridagi bu işkin ziyanı qayırıb qurub vatanni qo'g'dash yuzida mush Gomindan generalning ayni vaqtidagi vatanni qo'g'dash yuzidan milliy rol urg'utib yapın baskıcı bilan jon pidoni kurash qilganligi zo'r to'plarni yaratganligi bu kitobda eskartilgan. Mundaqcha aytganda bu kitap tarixning asli qiyofasini aynan adabiy uslub bilan bayon qilgan ilmiy qimmati, paylanish qimmati intan yuqori asar deyish bo'ldi. Biz bilamiz, endi oldimizda turgan Azad Qurishi nomli bu kitap ana tilimizda yozilgan adabiy asarlarni, shundaqla har qaysi millatlarning nodir asarlarni o'zaro tarjim qilish, nashr qilish qurilishining turtkisi ostida ro'yobga chiqibdi. Undaqda Ablatga siz bu kitobning asos tarjimonlarning birisi ekansiz, albatta tarjim qilish jarayonida yo'liqqan masalalar bo'ladi va uni hal qilish jarayonida izlanishlar bo'ladi. Mushaqdagi tushunchalaringizni anglab baqsak bo'ladi. Bu kitap tarjim qilish jarayonida birisi burunqi lug'atlarda shu yaqin zaman, hozirgi zamonga oid tarix atalg'ular lug'at asosan yo'q. Shunga bu kitobda masalan harbiy amallarni qanday qilish kerak? Biz prinsip bo'yicha chet davlatlardanki amal nomlarini chet davlatlarning masalan diviziya, Goropoy armiya yoki uning amal nomlarini general degandek nom bilan Jungodagi mayli kompartiya rahbarligi bo'lsin yoki Gomdan rahbarligi bo'lsin, qo'shinlarning bo'lsa, Xanzor tadbirkorlariyan Shi Yin Junjang degandek atalib oldim. Bu kitob tarjima yana uchraydigan qiyin masalalarning biri. Buningda shu kompartiyaning Merkez Komitet bilan har qaysi jang maydonlaridagi qo'mondonlarning o'zaro urushni qanday qilish to'g'risidagi yo'l yo'riqlar. Bular qarta yalining fikri qadimki uslub yozilgan. Gomindangning o'zaro aloqalarimi butunlay mush uslub yozilgan. Buning tarjimasi odatdagi garchi yaqin zamon tarixi bo'lsin, mush telegrammalarni, xatlarni tarjima qilish masalada tarjimadagi qiyin nuqta bo'ldi. Biz buningda qadim xatda har bir xat bir ma'noni tushundirdi. Shuning buni qadim uslubi o'xshamaydi. Mushni to'g'ri tarjim qilish jihatda ko'p izish to'g'ri keldi. Yana birisi ayrim chatdaliklarning ismi. Yarnomlar mushaydi. Nima hozir bizda chatdal kishining tarjim qilgan Rusya ingliz lug'atdan boshqa kishining boshqa lug'at yo'q. Shunga boshqa muxbirlar yoki boshqa chatdaliklar ismini tarjim qilishda ko'p izish to'g'ri keldi va o'zaro munosib yo'ldoshlar hamkorlashdik. Tahrirlarni, mas'ullarni buni ko'ngil bildi. Biz hamkorlashib ba'zi atalg'ularni qayta bir atalg'u uchun ko'p izlandik. Onun ustiga buni yana bir narsa, bu odatdagi nuqul tarix bo'lmay, odamni qiziqtiradigan adabiy uslub bilan yozilgan. Shuni bu kitob xalq adabiyoti nashr qilingan. Buni adabiy jihat uslubini, buni ma'nosini to'g'ri ifodalashdan bir vaqtda uning adabiy jihat tasvirlarini, o'qitishlarni, hatto she'rlar bor, qaysirona yozilgan yoki o'zining shu vaqt hissiyotni ifodalaydigan she'r nazmlar bor. Buni qanday to'g'ri ifodalash jihatimi ko'p izin to'g'ri keldi. Buni tarjimonlar, shunday nashriyat ko'p kuchli. Turg'unjon biz bilamiz, Azadlik Qurishi nomli bu avtomli kitob, mening bilishimcha buni o'qisam bu bir tarix uchuq. Ham buningda tarixichilik to'g'risida kuchlik, ham badiiy adabiyotga xos bo'lgan ba'zi taraflarni ushlab qoladi. Lekin buningda hargiz to'qilma, tasavvurga, to'qilma tayinli qilmadi ahvolda yo'q. Shuni qarab turibman, buni bir tarix uchuqmikin deb qaradim. Undaqda shu Azadlik Qurishi nomli shu kitobni tarjim qilish, nashr tayyorlash ishi nega bo'ldi? Undan keyin bu kitob nashr qilinib taqdirlangandan keyin jamiyatda bu kitоб haqidagi qanday inkoslarni oldinglar, mushaqdagi tushunchalaringizni anglab baqsak. Biz Azadlik Urushi nomli bu kitobni plan qilishda, ya'ni o'tgan yil 2012 yilning 5-da bu kitobning xanzorchisini tepib tahrir bilimda oldi bilan tahrirlar bir qatam xanzorchisini bir qatam ko'rib chiqdik. Ko'rib chiqib, haqiqatan bu kitobningki tarixiy
urush tasirlanib qolmasdan buningda adabiy jihatdan xil kuchiganligi, tarixiy o'chirib usulda yozilganligi ko'rgandan keyin undan boshqa kitobda har qaysi qo'mondonlarning o'zaro bir-birisi yozishgan telegramması, xatchaklari Bağdak məşnaq əməliyyatını göstərən əhvalatda bu kitabın tərcüməsini çoxum biz muşu sahada nüfuzluq tərcümanlar uyuşturuşunu ən aldılı oylaşdıq. Şunun bilan biz Abdullatkam və Buyurtlardakı Muhammed Abduvali akimiz ularga telefon qilib, bularninki qo'shilish bilan mush kitobning mushlarini tarjim qilishiga sundik. Bu kitobni biz temiga yo'llagandan keyin axborot nashriyat idorasi mush kitobning nashr qilishiga nihoyat yaqinlikni bildirdi. Hem uzak qolmay shu yil 8-oyda o'sha Sharq Shamli qurilishga mush kitobni tanlandi. Mush kitob tanlandi. Kitob nashrdan chiqqandan keyin mushu ozodlik urushi qiziqadigan har qaysi sodiq o'qirmanlarning inkosi nihoyat yaxshi bo'ldi. Bu asar nashrdan chiqqandan keyin mushu sohadagi bir bo'shliqni to'ldirdi deb qaradik. Abdullatka, unda siz mushu azodlik urush portlash harbisidagi Jungoning siyosiy harbiy jihatdagi vaziyati shundaqla mushu ichki urush, ya'ni azodlik urushining portlashning sabablarini bir sharhlab o'tamsiz. Ichki urush, ya'ni ikkinchi qatimliq yo ba'zida uchinchi qatimliq ichki urush deydi. Birinchi qatimliq ichki urush deganimiz boshliq shimolg'ish urush qatorasini o'lchab oldi. Bu urushning portlashining arpista dal 1945-yil 8-oyning 8-kunlari Amerika tunji atom bombasini orqa-arqadan Yaponiyaga tashladi. 8-oyning 8-kuni Sovet ittifoqi Germaniya pastasini g'alaba qilgandan keyin Yaponiyaga urush e'lon qilib, o'zining sarxil qo'shinlarini sharq shimolga kirgizib, sharq shimoldagi Yaponiyaning Kozor qo'shini, ya'ni Kanton, hozirgi Guangdong qo'shini yo'qotib, sharq shimoldan Yapon bosqisini qo'g'lab chiqadi. Shuning bilan Jungo xalqining Jungo Kommunistik Partiyasi rahbarligidagi 8-armiya, yangi 4-armiya va Gomindanning, ya'ni xalqaro ittifoqda Jangjishi ayni vaqtida Jungo urush rayonining bosh qo'mondoni. Shan vaqtdan keyin Kompartiya bilan Gomindan hamkorlik yo'l qo'yib, butun kuch bilan pul bog'la, pul chiqarish, kuch bog'la, kuch chiqarish vatanparvar qiziqligi bilan xalqarodagi ittifoqdosh ellarning yordami bo'libmi? Jungo xalqining, armiya xalqining botirona qaysirona kuchi bilan Yapon bosqiniga qarshi urush g'alaba qozondi. 8-oyning 15-kuni Yaponiya Tinnosi yoki Samoviy podshosi shartsiz taslim bo'lganini bildirdi. Ayni vaqtda xalq, butun Jungo xalqi mushu urushdan keyin Jungoning ikki partiyaning birlashma hokimiyat qurib, Jungoning tinch bo'lishiga to'limi tashnadi. Bu jihatda Demokratik partiya guruhlar, Gomindan ichidagi taraqqiyparvar zotlar, alayliq Sungchungning, ya'ni Sunjungshanning rafiqasi qatorliqlar nurg'un xizmatlar ishlagan edi. Lekin ayni vaqtida Yaponiya taslim bo'lgandan keyin Jungodagi jang maydonlaridagi taslimni kim qabul qilish masalasida zo'r ixtilof yuz berdi. Jangjishi o'zining Jungo urush maydonining bosh qo'mondonlik salohiyati bilan Yaponiyaning taslimini faqat Gomindan qo'shinlarla qabul qilish kerak. Kompartiya rahbarligiga 8-4-armiya o'z joyida jim turish, bu urushning g'alaba mevasini ilishga bo'lmaydi deydigan xato hukm chiqadi. Bunun qarta muavin bosh qo'mondon 8-armiya, 4-armiyaning qo'mondoni Judi bo'lsa, azadlik armiya uyutuluq joylardagi Yaponiyaning taslim qabul qilish yolg'iz tushdi. Shuning bilan mushu to'qinish o't tilt bo'lib, eng oldi bilan 1845-yil ayni vaqtdagi Shanshining yarli xaqoni Yanshi san bilan Kompartiya rahbarlik qo'shin
Şanşidagi Şangdang, Saybi qatorliq joylarni talishib urush qo'zg'aldi. Boshqa jang maydonlarida mushu sababli urush partildi. Amaliyotda bu qarmoqqa mushu urush g'albin bilan talishda ko'shi bo'lsa-mu, amaliyotda Gomindangning butun Jungoni o'z hokimiyatiga, o'z shang'iga kirgizish. Kompartiya rahbarligi joylarni Gomindangning yo'lini o'tkazish. Mushundaq tüp bəsik ziddiyat bo'lg'achqa urush mushu sababdan partiladi. Turg'unjon, Mushtoqdan qaraganda siz shu ozodlik urushininki jarayoni va uning natijasi haqida bildiganlaringizni bir so'zlab o'tamsiz. Oldi bilan men shu ozodlik urushi to'g'riliq o'zimning bir tushunchamni so'zlab o'tay. Ozodlik urushi degan bu urush, ya'ni 1945-yil 8-oydan 1952-yil 6-oygacha bo'lgan. Jungo Xalq Ozodlik Armiyasining Jungo Kommunistik Partiyasining rahbarligida va keng xalq ommasining qo'llashi va himoyasida elib borgan Gomindang aksiyatchil qo'shinlarni mag'lub qilib, butun Jungoni ozod qilgan bir urushni ko'rsatdi. Mana shu urushning ayni vaqtdagi qo'zg'alish hozir bir ko'zga kirsak, ayni vaqtda Yapon bosqinchilar taslim bo'lgandan keyin butun Jungo xalqi tinchlikqa nihoyat bir tashna bo'ldi. Lekin bu Gomindang aksiyatchilari mana shu g'albi mevasini o'z tanma egallab olish uchun Kompartiya rahbarligidagi har qaysi rayonlarga va keng xalq ozodlik armiyasiga ichki urush qo'zg'ash suiqasdi bo'ldi. Gomindang sharqiy shimolga, ya'ni Yaponiyaning taslimini qabul qilish maqsadida shundaqla Amerikaning yaqindan yordam bo'lishi va qo'llashi natijasida 500 mingdan ortiq askarni sharq shimolga yo'tkaydi. Yana bir tarafdan urushni to'xtatamiz, ya'ni urush to'xtatamiz degan bahonada buning asl mohiyati Kompartiyani ozod armiyani topshirg'ish, yana bir jihatdan Kompartiyani ozod rayonlardan qo'g'lab chiqish maqsad qilingan holatda Mao Zedongga qayt telegram yo'llaydi. Bu orqali kishilarni, xalqni qaymoqtirdi. Agar Mao Zedong bu suhbatga bormasa, o vaqtimizda Mao Zedong va Kompartiya tinchlikni xohlamadi, suhbatga qo'shildi degan batnoma choplaydi. Shuning bilan Mao Zedong Jo'llay qatorliqlarning hamrohligida 45-yili 19-oyda Chongqingga safar qildi. 43 kunlik suhbat orqali Mao Zedong va Gomindang taraf tinch ishga urushni to'xtatish, tinchlik, taraqqiyparvarlik, ittifoqlik, demokratiya va tinch ozod bo'lgan bir Jungo qurish ustida kelishim hozir qilib, 10-oktyabr kelishimi, ya'ni bu Chongqing kelishimi deb ataladi, kelishimni imzolaydi. Lekin oradan uzoq o'tmay Jiang Zeshi o Chongqing suhbati, ya'ni 10-oktyabr kelishimini yirtib tashlab 200 ming askar bilan sharqiy g'arbiy shimolga, ya'ni shimoliy Shanshiga hujum qo'zg'aydi. Bu vaqtning o'zida ya'ni sharq shimolda men ish ko'rshlab turgan. Eng oldindan bu Gomindang mana shu o'rta tuzlanlikka, bo'libmi g'arbiy shimolga hujum qo'zg'aydi. Nima uchun g'arbiy shimolga hujum qo'zg'aydi degan vaqtimizda g'arbiy shimol Shanshida Kompartiyaning eng asosli, ya'ni tayanch nuqtasi Yanamba. Kon inqilob tayanch bazasi. Kon inqilob tayanch bazasida bu yerda Mao Zedong, Jo'llay, Jo'da qatorliq Kompartiyaning Kompartiya markaz komiteti va markaziy ozodlik armiya qo'mondonlik shtabi bor. Shuning bilan Gomindang bu yerga 200 ming askar bilan Yanang hujum qildi. Yanang hujum qilgandan keyin bu yerda Kompartiya ichida zodi Yanangni saqlab qolmaymizmi, qolmaymizmi? Qanday qilamiz degan o'tirisda ixtilof, ya'ni bu yerda munozir bo'ldi. Mao Zedong qat'iy holda u yerda bizning oralda 20 ming askarimiz bor. Biz hozir Yanangni chekinib, vaqtincha chekinib, o'sha ig'ir bo'pni Jiang Zeshi ko'targizayli. Lekin biz hamon Yanangni egallaymiz deb oqilona noyatli tadbir chiqardi. O'qirmanlar agar Mao Zedongning Yanang voz kechib, ozodlik armiya qo'mondonlik shtabi va markaziy harbiy komitetini boshlab Shimol Shanshida oylinib butun Jungoning ozodlik urushi qo'mondonlik qilgan ahvoli qiziqsa, shu kitobning 2-bobiga ko'zi ko'rsatib bo'ldi. Demak, mana shu Shimol Shanshiga hujum qo'zg'agandan keyin bu yerda Mao Zedong qatorliqlar
Şu Şimal Şenşide aylanıp yürüp bütün Cüngonu azat quruşuğa qomandalık qıldı. Pыңдықай қатарлық қомандалар Şimal Şenşide azat қарымен башлап, Гомындағының көп қатымлық ұжымны қайтырым ұжым қыптырды. Деңшапың Любочың қатарлықлар Шәріқи Жүнгодеке азат қарменің қошылыға қомандалық қылып, Шәріқи Жүнго, яғни Шәндуның ғәрбі жанубы, шынақла Хуанхының Şimalда ұрысып ечеп, Гомындыңға әл құлғыч ұяды жан қылды. Шын білән Гомындаң бір тірәпті ғәрбі Şimalда, яғни бір тірәпті Шәріқи Жүнгода ұрыш әл құлғыч жәнге петіп қалды. Шының білән ішкі ұрыш бар-бара Komünist partiyanınki, yani Azad Qarmenің dəstləbki strategik müdafiə altıdan strategik hücum altı qoydu. Şundaqla, ondan keyin bu şu Şərqi Cüngodagi urush başlanış bilan bir vaqtda, yani Şərqi Şimalda dunyoga zil-zil paydo qilgan uch cho'ng jangning biri bo'lgan Liaoning Shinyang urushi portlaydi. Liaoning Shinyang urushi portlab bo'liblam, yani shu yilse 49-yil 1-oyda Xoyxay urushi portlaydi. Xoyxay urushi portlab bo'lgandan keyin Shimoliy Jungoda Beijing Tianjin urushi portlaydi. Demak, Kompartiya, yani rahbarlik Azad Qarmiya mushunda kayni-kayindan dushmanning hujumini qaytarish, shundaqla strategik hujum o'tish jarayonida 140 qatimdan ortiq shu strategik zo'r ko'lamdagi hujumni qilish orqali Jungoni zaminni tadrijiy ozod qildi. Demak, mushunaq zo'r xil harbiy kuchga bo'lgan Gomindan armiyasininki Kompartiya yoki Xalq ozodlik armiyasi tarafidan yimirilishi, mag'lub bo'lishining o'zida Kompartiyaning eng kuchli deb atalgan nuqtani muhim ekan deb qarayman. Uning birisi partiyaning to'g'ri rahbarligi, ikkinchisi Kompartiya tuzgan birlik sap masalasi. Ishdiqan askar burja qatlamlargacha bu birlik sap qurgan. Undan keyin bu qurolli kurash ching turishning bir tarafini Kompartiyaning ki shu ishga urush mazgilidagi 3 eng kuchli deb qaraydi. Ozodlik urush g'albisininki tarix ahamiyatini nima deb qarash kerak bo'larkan? Buning ahamiyati shu yerdaki, bu shu urush orqali biz har qanday urushda xalq ommasining ra'yiga beqish kerakligini, odillar hamon g'alaba qilganligini, yo'lsizlar hamon mag'lub bo'lgandan iborat bir tarix qonun tushunib olamiz. Olayliq bu shu kitobda Gomindan ichidagi aslida Janjiga nəhayət sadiq generallarmı əməliyyat jarayonida haqiqatni tunib, xalqning orzusiga maylashib, mushu inqilobni g'alaba qilishga o'ynagan roli nəhayət cho'ng ekanini bilalaymiz. Yuqorida bir narsa ismini atadim. Ulardan boshqa general Fuzoyi, u ayni vaqtda Janjiga sadiq bo'lgan Gongchandang bilan nəhayət qattiq ilishgan. Lekin keyingi vaqtlarda mushu Gomindanın çiğligini, xalqning arzusini, rayini to'g'ri tushungandan keyin ayni vaqtda şu Beijing, hozirgi Beijingni tinch yo'li bilan urush qilmay, tinch yo'li bilan ozod qilishda mo'ljallikni to'sib qo'ydi. Agar shu vaqtida Jiang Zeminning buyrug'i bo'yicha Fuzoyi shu Beijingni qattiq qarshi ko'rsatgan bo'lsa, hozirgi Beijingdagi dangliq asar etkilar. Medeniyet yadkarları hemmisi kum xanıram bo'lib ketgan bo'ladi. Bu medeniyet jihatda mo'ljaliksiz ziyon, asli keltirib bo'lmaydigan iqtisodiy ziyon keltirgan bo'ladi. Endi Gomindanning ichidagi ba'zi vatanparvar, garchi ular Sunjingshanga, Sanminjuga, Ushmasakka hamda Jangjishiga sodiq bo'lsa-mu, amaliyotda reallikni ko'z tutib, bular to'g'ri yo'lni tanlab xalq tarafiga o'tganligini, keyingi vaqtlarda bu siyosiy yoshlar ishildi, tavsiya deymiz, bularni nurg'un to'fiq yaratdi. Bu xalqning ra'yi, zamon makonning shu vaqtdagi aynan inkosi deyishga bo'ladi. Biz mush kitob orqali yana inqilobiy an'ana tarbiyasi jihatdan nurg'un jipishni egallaymiz. Olayliq, ozodlik armiya ba'zi joylarni
ishg'ol qilgandan keyin yoki ozod qilganlik deyli. Mushu xalqning qo'lisi qo'lga keltirish, xalqning yukini ko'paytmas uchun mesela Çinyi boshchiligidagi ozodlik armiya Shanxay kirgandan keyin xalqqa turmushga daxl yetkazmas uchun bir necha kun yomg'irda butun askarlar ko'chada yotgan. Fuqarolarning o'yini tozalab bergan, suv kirib bergan. Bu hamda haqiqatan amaliy faktlar orqali ozodlik armiyaning xalqning farzand ekanligini amaliy faktlar isbotlagan. Shunga xalq ozodlik armiyani qo'llagan, ozodlik armiyaning shaharlarni, cho'ng shaharlarni boshqurishini himoya qilgan. Bizning ozodlik armiyamiz ko'pincha harbiylarni kirib chiqqachqa shahar ma'muriyatini, shaharni qandoq boshqarish, xalq turmushini qandoq o'rlashtirish, tartibni saqlash jihatda yana Gomindanning ba'zi amaliyotdan o'tgan tajribilik ishlarni davomli ishlatib, bularni Kompartiyaning siyosiy xizmat qildigan. Nurg'un xizmatlar orqali, burungi amaldorlarga tayinish orqali paydimtay bizning har darajalik rahbariy kadrimiz, harbiylar kirib chiqqan kadrlarimiz, yerlik kadrlarning, hatto Gomindanning shu amaldorlarning rolini to'g'ri joriy qilishga, hatto ularning kamtarlik o'rganishga, ilm-fan xodimlari, olimlarning rolidan foydalanishga alohida ahamiyat bergan. Shuni birliksab bizning partiyamizning 3 angushlarining biri bo'ldi. Birisi ommaviy rushan tarbiyasi elib berish butun mamlakat qanotaydi. Yaqinda bosh shuji Xi Jinping butun mamlakat xalqini, partiyani, davlat tarixini o'rganish, partiya tarixini o'rganish alohida chaqiriq qildi. Nima deganda bizning o'sha partiyamizning, armiyamizning isim an'anasini joriy qilish, vazir qilish hamda yaqin yillardan buyon partiya ichida ayrim rahbariy kadrimizda bosh ko'tarib qolgan shaklvozlik, byurokratlik, kayfi safoga va ayshashga birishgan nachar illatlarni tugutish orqali armiya bilan xalq bilan partiya, hukumat o'rtasidagi munosabatni burungi suv bilan beliqdek munosabat darajaga ko'tarishga tirishyapti. Bumi biz bu kitob o'qish orqali inqilobiy an'ana tarbiyasi yoshlarga, o'smirlarga, kishilarga partiyamizning isil an'anasini keltirish, vazir qilish, uni joriy qilishda bir xil yaxshi vatanparvar tarbiyasi bo'ladi deb qarayman.